o'zgartirib yotgan ekan. Ya'ni kodekslar noto'g'ri tuzilgan hayot uchun, men uchun deb mukammallik talab qilganman ko'p hollarda. Judayam ko'p insonlar yoqtirib qo'ygan, judayam meni. Lekin o'sha yoqtirib qolgan insonlarga imkon bergan vaqtimda faqat og'riq his qilganman. Nima uchun? Chunki ular o'sha niqobdagi menni yaxshi ko'rib qolishadi. Niqobdagi men asl menga borganda, o'sha vijdon oldiga kelganda Sevara o'zini yo'qotib qo'yadi va o'sha yerda ularni отказ qilish boshlanadi. Men senga noloyiqman, men bunaqa sevilishga arzimayman, meni xo'rla, meni haqoratla. Chunki men niqobdaman. O'zimga o'zim men niqobdaman. Men maskamni yechsam, bilasanmi ichimda nima bor? Alam bor, dard bor. Seni bo'g'ib o'ldirgim kelyapti. Hozir agar menga seni o'ldirish imkoni berilsa, men seni o'ldirib qo'yaman. Lekin men maskadaman, chunki meni maskam kuchli. Yaxshi sen qochib ketmandan, men yanada kuchli bo'lib olaman. Yanada bu maskalarni qattiqroq qo'rg'oshimni kiyib quyaman ustidan yana. Og'rig'imga tegma. Og'rig'im nima edi? O'sha o'zimdagi bor kuchni ko'rsatsam, o'zimdagi bor qobiliyatni ko'rsatsam, o'zim bo'lsam, ya'ni ustixonimni, suyagimni vazifasi nima uchun, qaysi vazifa uchun bu suyak dasturlanganligini ko'rsatsam, sevish, sevilish, erkin ijod qilish, kodekslarsiz yashash, xohlagan nimasiga o'ziga ruxsat berish bu xato edi. Kodekslarda bu xato. Unaqa kodeks yaratilmagan. Nimaga sen o'zingga kodeks yaratyapsan? Voy, to'xta. Mana bu yerda katta kodekslar bor. Buni o'qib chiq. Bu sen yozgan kodeks nima bu? Dabdala kodeks bu. Hamma qatori bo'lishing kerak. Baribir go'rga borasanmi? Mana bu kodeksdan bor. O'sha kodekslar uchun men o'zimga niqob kiyaman. Ko'p yillar, 33 yil qiynalgan. 33 yil o'sha niqob ostida men ko'p narsalarga erishdim va yo'qotdim. Yo'qotishlar asosida erishdim. Sekin aylantirib o'tib qizim. Yo'qotishlar asosida erishish, ya'ni berish orqali oldim. Endi tushunyapman. Qizim, rozi bo'lmayapman. Nega men to'lov to'lashim kerak? Ya'ni ana menga kodeks kelyapti, sen erishmoqchimisan? Bu hayotda mana bunday kodekslar ham bor. Sevara faqat to'g'ri, noto'g'ri degan emas. Nimadir olishing uchun nimadir berishing kerak. O'sha kodeksga endi bo'ysunishing kerak sen bu kodeksga ham deyapti-da. Yo'q deb yana o'zimga niqob kiyyapman, yana maskalar taqyapman. Yo'q, men kodekslarga bo'ysunmayman. O'zim yaratgan kodekslar dabdala kodekslar. Nega menda olinishi kerak? Men axir qalban itoatkorman-ku. O'sha itoatsizligim tufayli to'lov qilyapman-da. Ya'ni jarimaga tortilyapman, shtraf qilinyapman. Kodekslarga amal qilmading, endi shtraf qilinasan deyishyapti-da. Yo'q, itoat qilyapman-ku sizlarga deb men yana yopishyapman kodekslarga va ayblayapman. Sizlar noto'g'ri jarima soldingizlar, men to'g'ri yo'lda ketyapman. Xato ekanligini tushundim. To'lov to'lashim kerak ekan, demak to'lashim kerak. Kodeks shunaqa tuzilgan ekan. To'lashim kerak bo'lgan narsani to'ladim va evaziga demak bildimki, men chakana narsa sotib olmayman. Ishonch sotib olyapman o'zimga. Erkinlik sotib olyapman o'zimga. Karyera sotib olyapman. Motivatsiya beradigan, o'ziga ishongan ayollar bunga o'zimdagi kodekslar orqali, shtraflar orqali aybdorlik hislarini berish. Men shu yerda o'zimni ayblaganmidim? Ayblaganman. Endi nimaga jazolanishing kerak? Nimadan jazolanishing kerak? Endi ayblash to'xtatishing kerak. Mayli, u o'ynab kelmoqchimi? O'ynab kelsin, bolang emas. Bo'ldi, qo'y Sevara, to'xta. Hayot ekan, qo'lingdan kelmaydi u. Uni burnidan yeb o'tkazsang, burni qonab ketadi uni. Va o'zing ham o'ylasan o'sha qoziqqa bog'lanib. Zanglab ketgansan hozir. O'sha qo'yib yuborish. Kimni bo'lsang, nimani bo'lsang, o'zimni sog'lig'imni bo'lsang. Nima berish kerak ekanmi? Nimaga bo'ldingiz? Demak,
evaziga kelyapti, evaziga berilyapti degan. Mayli. Chunki hozir men uni ushlab tursam, men uchun ham javob berishim kerak. Qo'shib javob berishim kerak. Va bundan kechdi. Yangi mendagi Sevara o'zi u boshidan ham lider bo'lgan, tug'ma lider bo'lgan. O'sha kichkina qizaloq paytidan hammani e'tiborida bo'lgan. Hamma uni qandaydir erkalashardi. Oyisi bilan ishga borsa ham xuddi shunaqa ishga borardi. Shunaqa erkalashardi. Hamma narsa olib chiqib berardi unga. Juda unaqa bo'lganda hammani e'tiborida bo'lishni yaxshi ko'rardi. O'zi qora mahsdan kelgan bo'lsa ham, dumaloqcha bo'lsa ham, sochlari o'g'il bolalarnikidek bo'lib turmaksiz yotsa ham, kiyinishlari ham xuddi o'g'il bolanikidek bo'lsa ham, uni qidirishadi, uni izlab qolishadi. Nima uchun? Chunki o'zi muhriga, pechatiga o'zidagi o'sha go'zallikni ko'rsata